katta ilon, akalar ukalar, katta olish bor, katta kurash bor. Aha! Bahor keldi, bahor! Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan olish muxlislari. Mana bugun biz jigalarimiz Darnoxey Qabidiyonda ushbu videomizni barcha WhatsApp guruhlarga tarqatdingizlar. Tojikiston polvonlarini taklif qilamiz, O'zbekiston polvonlarini taklif qilamiz. Barchalaringiz kelingizlar, katta olish beryapmiz. Olish 6-aprelga bo'ladi, 4-oy 2025-yil Darnoxey Qabidiyonda bo'ladi. Ya'ni Dexey jigalarimiz Kalin mahallasida bo'ladi. Mana solimlar nima-nimasi bor degan akalarimiz, ukalarimizga gilamli sovrin, yillik 1000 somon puli bor. Dota mashin, ikkita avtomobili bor akalar, ukalar. Undan tashqari bitta tuyasi bor, bitta oti bor, 20 ta qo'yichkisi bor, ikkita tonasi bor, 10 ta plastik televizori bor, 10 ta velosiped bor, 10 ta duxovka bor. Olish bo'layotgan joy vashi zo'r, vashi chotka mana. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizilobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Qizilobod TV, bugun sen qayerdasan degan parpetchiklarimizga mana bugun biz jigalarimiz Darnoxey Qabidiyon Kalin mahallasida, Kalindan sher jigitlar kuzattiramiz akalar ukalar. Bittadan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Mana shu Kalindan 97-yil bolaga sher jigitlarga jigalar adilni salom o'zimdan jigalarimiz. Va akalar ukalar, mana bugun biz yaxshi niyatda mana shu Qabdiyon rayoniga keldim, olish e'lon qilgani keldim. Men go'shtini kalon e'lon qilgani keldim. Sovrinlarda aytib o'tayotgan bo'lsam akalar ukalar, gilamli sovrinlar, ikkita avtomobili bor akalar ukalar. Keyin bitta tuyasi bor, bitta oti bor, ikkita tonasi bor, 20 ta qo'yichkisi bor, 10 ta televizori bor, 10 ta duxovkasi bor. Undan tashqari jigalarimiz velosiped, 10 tadan tashqari 10 tadan oshiq velosipedlari bor akalar ukalar. Albatta hozir buni olish berayotgan akalarimizdan o'zlaridan yana biz ma'lumot olamiz. Akalar uka, sizlardan iltimos, mana shu videomizni barcha WhatsApp guruhlarga tarqatingizlar. O'zbekiston, Tojikiston WhatsApp guruhlarga tarqatingizlar. Barcha Tojikiston, O'zbekiston polvon jigitlarini hammasini kutib qolamiz biz. Olish 6-aprelda bo'ladi. 4-oy 2025-yil jigalarimiz mana olish beryapti Darnoxey Qabidiyon, xo'p, Kalin mahallasida olish berayotgan inson Kamol doktor deydigan mana shu Kalindan akalar ukalar bemalol kelaverasizlar. Olish Odirda bo'ladi. Hozir olish bo'layotgan joyda ham ko'rsatamiz. Olish bo'layotgan joy vashi chotka, vashi zo'r. Mazza qilib tomosha qilasizlar. Hali 15 kun bor ekan akalar ukalar, hali olish bo'lishiga 15 kun bor ekan. Barcha WhatsApp guruhlarga tarqatingizlar. Polvon jigitlar bo'lsa bemalol kelaveringizlar. Kimki qayerdan kuzatgan bo'lsa, olish muxlislari kelaverasizlar. Bunda nima deymiz? Mana hoji bobolarimizdan yana ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum hoji bobo, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar sizlar? Yaxshimisiz? Xo'p. Assalomu alaykum havodaroni go'shtini milliy dar Tojikiston. Dar sanai 6 aprel 2023 sol jamoati bisolarga istiqlol hay Darnoxey Rohiyay Qabidiyon go'shtini kalon barpo megardad. Da solimo 50,000 somoni pul, 2 ta avtomashina, 1 ushtur, 1 asp, 2 ta gov, 20 ta moli maydad, 10 ta televizor rangay ploskiy ekran, 10 ta duxovka, 10 ta belik va digar chizlar hastay. Marhamat, ma pahlavonani kulli mardumi Tojikiston, O'zbekiston go'shtini milliy Tojikistonda da'vat mekunam. Rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, mana bizni eshitib turgan aziz O'zbekiston, Tojikiston polvonlari, sizlarni mana shu 6-aprelda bo'layotgan ukalarimizni to'yiga taklif qilamiz. Nasib bo'lsa, solimlar juda ko'p, juda ajoyib solimlar bor. Mana shundan qanoat qilib hammalaringizni taklif qilamiz. O'zbekistondagi polvonlarda tojikistonlik Timur Rahimov, Haqnazar Nazarovda, Sharifbek Nazriyevda, Isroiljonda, Ulug'bek Rahimovlarda hammalaringizni taklif qilamiz. Iltimos, mana shu to'yga qatnashingizlar, kelishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Yana telefonlashamiz, telefon raqamlaringizni olib telefon qilamiz. Nasib bo'lsa, shu to'yga kelingizlar. Обязательно o'zbekistonliklar ham. Hozir biz imkoniyat boricha shu yerda turgan sovrinlarda va avtomobilda bir video obzor ko'rsatamiz. Keyin olish bo'layotgan joyda ham ko'rsatamiz va o'zlaringiz kelib tomosha qilayotgan joyda ham ko'rsatamiz.
o'zlaringiz baho berasizlar. Bugunchisi 19-mart, yana bir marta aytaman akalar ukalar, olish 6-aprelga bo'ladi, 4-2025-yil. Marhamat, olish muxlislari bo'lsa, bemalol kelaverasiz akalar ukalar. Marhamat, hozir biz yana bir bor ko'rsatamiz. Vectra'ni video obzorlarini tomosha qilingizlar. Vectra akalar ukalar dokumentlari 100% bor. Hozir Vectra haqida to'liq ma'lumot beramiz ukalarimiz. Utilizatsiyasi ham bor. Mana marhamat tomosha qilingizlar. 1 yillik dokumenti bor, utilizatsiyasi bor akalar ukalar. Kelasizlar, bir kaletda zavodiga minib ketasizlar. Mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar va baho beringizlar. Akalar ukalar, mana o'zlaringiz ko'ringizlar, oramizda polvon yigitlar bo'lsa, marhamat olish muxlislari. Xo'p, televizor ko'ryapsizlar, mana televizor. 32lik televizorlar. Mana duxovka. Duxovkani ham o'zlaringiz ko'ringizlar. Mana duxovkalar. Holi bu akalar ukalar 15-gadar holi yana sovrin olib keladi akalarimiz. Mana shu qala shanba yana kamchiliklar to'g'rilaymiz deyapti. Hoji bu, mana shular qo'yilyapti. Mana shular. Polvon chiqsa, til tovursa yaxshi, kattani ham qo'yib beramiz. Farqi yo'q. Mana hoji bobomiz aytayapti, nasib bo'lsa mana shular ham qo'yiladi deyapti. Mana ikkita tonasi. Bizlar baho beringizlar. Ukalar, mana solimlar. Holi shanba kun yana olib kelamiz deyapti. Hali 15 kun bor-ku. Hali 15 kun bor olish bo'lishiga. Shanba kun yana borib olamiz deyapti mol deydi. Hozir bu yerda xo'p, qarochi 4 ta qo'y, 3 ta echki turibdi akalar ukalar. Yana akalar ukalar xudo xolasa shanba kun mollarni to'ldiradi. 6 ta qo'y. Aha. 6 ta qo'y, 7 ta echki olinadi shanba kuni. Yaxshi. Darnoxe akalar ukalar Qabudiyonda. Qayerda adreslarni aytib o'tib keting. Adres Nohiya Qabadiyon, Jamoat Bisalagi Istiqloliyat, Dihay Daqqi. Adirda joyimiz ham juda zo'r joy. Hozir ko'rsatamiz bor. Taraflama hozir borib shuni ko'ramiz. Hamma taraflama aylanib ko'radi, odamlar o'tiradi. Hurmatli o'rtoqlar, mana biz hozir olish bo'ladigan joyga chiqib keldik. Mana shu joyga qilamiz. Nasib bo'lsa juda ajoyib joy. Biz hozir Mehribatni kutib turibmiz. Mehribat keladi. Kamroq kamchiligi bor, shu joylarni tekislab juda ajoyib joy qilib tayyorlaymiz. Nasib bo'lsa hammalaringiz kelingizlar. 10 ming kishilik joy qilamiz inshaalloh. 10 ming odam sig'ish kerak. Mana shunday aylana joy, 4 taraf mana shunday quruq aylana, o'rtani tekislab zakonni joy qilamiz. Hammalaringiz kelingizlar. Mana bu yoq pasimiz bog', Ramazon Azim bog'ining bog'i. Mana bu yoq hamma joy bog'. Yaxshi joy, juda ajoyib joy. Kelingizlar, hammalaringiz taklif qilamiz 6-aprel kuni.